Kimlarning yomg'ir tagida soch qo'l bo'lmaydi, tez. Kallardi. Chetini qizartiraman bular hozir. Bu yoqqa ketayku. To'ppa to'g'ri. Ajoyib sovg'a sizga. Yana javob bersangiz yana bu. Nima sov? Aka, men qimmat javoblar beryapman. Bosing. Yilning qaysi oyida 28 kun bor? Hamma oyda bor. Ko'z tut deymasin, xuddi o'zimni ko'zim marjandek oxirlar orasida arpaga to'yib bag'ilgan qo'chqardek his qilyapman. To'ppa to'g'ri akalarni bankrot qiladi. To'ppa to'g'rini akalar har doim odamlar qiynagan ikkita sovg'a berib peshonasidan ter chiqadi. Oxirgi esa 5 sovg'a yana bitta. Shans bering. 5 sovg'a? Sovg'asi. Yo, aga, mushuk tekanga oftobga chiqmaydi u. Bo'ldi, yana bitta sovg'a. To'ylarda. Qaysi ixtiro devorni ortini ko'rishga yordam beradi? Qaysi ixtiro devorni ortini ko'rishga yordam? Yo, to'xtab tur, savol mendaycha bo'ldi-da. O'zi to'g'risini aytayman, bilib turibman javobini. Gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q. Boshqatdan savol bering. Qaysi ixtiro devor ortini ko'rishga yordam beradi? Deraza. Yo'q. Hozircha oliy ma'lumotli ishsizman. Oyna deraza to'xta, nima bo'lishi mumkin? Mantiqiy savol ketyapti. Ikkitada ketishim kerak ekan. Oxirgi variantingizni ayting, nimada to'xtaysiz? Yo, men hozir boru, men to'g'ri fikrlab qo'yapman-da. Bu javobini topdim buni. Deraza. Bu industridagi faqat poda bag'ish uchun emas, kattagina ishlatish kerak mana unda. To'g'ri javoblarni Kommentariyada yozinglar. Samый главный video sizlarga yoqqan bo'lsa bo'ldi. 3 savol qiyin ekan, rostdan ham.